Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak davom etamiz. Tilla Bitcoin neftlarni demak William Gann texnikasi bo'yicha analiz qilishda demak har doimgidek D1 grafi bilan boshlaymiz. Undan oldingi safarda atrab o'tgan, ya'ni bergan analizlarimiz to'g'ri chiqqanligini ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak mana o'tgan safar shu YouTube kanalida berganmiz. Bozorni mana bu joydan demak shu yerdan birinchi 41-47 ga borishni yo'inki kun keyingi holatda uровень support zonaga retestga kelib turib bu yerdan demak borishni taxmin qilgan edik va xuddi shunaqa bo'ldi. Mana natijasini ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha joy retestga kelib turib keyin o'sha 41-47 ga biz aytgandek borgan va keyingi joyda aytganmizki, что bozor bu yerdan proboy bo'ladigan bo'lsa keyingi zona 42 ga borishini taxmin qilgan edik va mana ko'rib turibsizlar, kecha mana xuddi shu zonadan 42 ga 4242 ga borib turib bu yerdan yaxshigina pastga tashlab berdi. Demak moshniy demak gan zonasi ishlagan. Demak yaxshigina profit qilingan bu yerda. Mindan oshu 1,5 mingcha profit qilingan va bizning analizlarimiz bo'yicha profit qilganlar bo'lsa tabriklaymiz. Demak davom etamiz. Hop. Hozirgi holat bo'yicha D1 grafikida endi biza aytishimiz mumkinki, bozor mana bu gan ugulimizga demak pastdan retest bo'lyapti va nisxadashi ugullarimiz hozircha 1-2 kuchga ega. Bu hali proboy bo'lmagan va скорее всего mana bu yoqqa retestga kelishi mumkin. Обратный retest va bu ham proboy bo'ladigan bo'lsa keyin уже yana mana bu zonaga tushib ketishi mumkin. Bu D1 grafikida kuzatamiz. Agar qaytib chiqib bu proboy bo'ladigan bo'lsa keyingi ugulga 1.4 ga o'tdan keyin уже 1.8 va dальнейший rost bo'lib ketishi mumkin. Va buni biza bir kunlik time frame'da kuzatib borishimiz kerak. Hop, 1 soatlik time frame'da o'sha holat endi hozir bozor taxminim bo'yicha kelish mumkin bo'lgan zona bizada mana bu ugulga retestga kelishi mumkin va bu zonadan sekin asta o'sha keyingi ugulgacha bozor yana ko'tarilib ketishi mumkin. Hattoki mana bu zonaga kelib turib bu yerdan qanaqadir reaksiya olishi mumkin tepaga va kuzatishda davom etamiz. Bitcoin qulashda davom etyapti. Demak biza kutgan holat bo'yicha endi mana ko'ryapsizlar, hech qanday shu uguldan demak bozor уже anaqaga berayotgani yo'q va nihoyat ugulimizga kelib bo'ldi va mana bu ugul ham proboy bo'ldi. Endi mana bu pastdagi ugulga kelsa kerak. Pastdagi ugul bizada demak $86,000 ekan. То есть mana bu 1-2 ugulga va уровень сопротивленияmiz agar bugun закрепление bo'ladigan bo'lsa уже retestdan keyin bozor sekin уже mana bu yoqqa tushib ketishi mumkin. 86,000 gacha demak Bitcoin D1 grafikida tushib ketishi mumkin. 1 soatlik time frame'da biza o'tgan safar bozorni mana bu yoqqacha kutgan edik. Ming afsus, lekin bozor pastga retest yorib o'tib ko'ryapsizlar, mana bu yerda razворотный zona zo'r bo'lgan. Reversal zonadan demak razворот olib yana tushib yana razворотный zona ko'ryapsizlar, reaksiya bergan Bitcoinga va 3-marta yana razворотный zona, mana vaqt zonasi 3 marta ketma-ket ko'ryapsizlar. Qaytish zonasi cho'tga ishlagan, 3 marta ketma-ket kamdan kam bo'ladigan holat. Mana bu yerda тоже mana ko'ryapsizlar razворотный zona, то есть mana bu yerda razворотный zonalar bor. Shu gan sistemasida vaqt bo'yicha qaytarish zonalari juda ham yaxshi ishlaydi. Bu nima degani? То есть mana bu razворотный zona, mana bunaqa ko'rsataman hozir. Tizilgan bo'lsa mana bozor mana ko'tarilib kelyapti-da, именно cho'tishga kelganda mana bunaqa прямолинейный ko'tarilib kelsa, ko'pincha o'sha yerda razворотный zona paydo bo'lgan bo'ladi taxminim bo'yicha va bozor qarama qarshi tarafga reaksiya oladi, то есть korreksiya yoki impuls bo'yicha.
Mana bu yerda ham shunaqa bo'lgan. Mana ko'tarilib keldida, mana bu yerda razворотный zonadan pastga reaksiya olgan. Mana bu yerda endi pastga tushib keldilar, bu yerdan reaksiya olyapti. Mana bu yerda silniy падениyadan bu yerdan reaksiya olyapti. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Demek hozirgi holat bo'yicha diapazoni 100.000 96.000 zona demek orasida va agar Bitcoin bu yerda yorib chiqadigan bo'lsa, keyingi уже pastki zona ketishi mumkin. Pastki zona bizada 93.000 zona ekan va krupniy kadrni oladigan bo'lsak, krupniy kadr bo'yicha mana hozir bizada nisqadagi trend demek davom etmoqda. Hop, neft marki Brent, neft demek mana bu 1-2 uglimiz ostida hali ham demek дальнейшее снижение bo'lishi mumkin va agar potga yorib chiqadigan bo'lsa, undan o'shandangina keyin qanaqadir rost kutamiz. Hozircha nisqadagi движение 1 soatlik time frame'da demek bizada mana bu uglimizdan atskok bo'lyapti bozor tepaga va taxminim bo'yicha yana 61 zonaga demek bozor kelsa kerak. Hop, like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'lib qo'ying va ko'ryapsizlar, GAN sistemalar juda ham chiroyli ishlayapti va sizlarga ham bu sistema yoqayotgan bo'lsa, buni o'rganish uchun adminga murojaat qilishingiz mumkin. Uning uchun YouTube shakkochada ssilkani qoldiramiz. Like bosishni unutmang, do'stlarga ulashing. Xayr, salomat bo'ling.